Jabir ibn Abdullah raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Endi bu uzunroq hadis, buni shunday ma'nosini aytib ketaveraman. Qiyomat kuni Alloh taolo bir bandasini dan so'rar ekan. Ey bandam, menga duo qiluvding. Baloyu ofatlardan saqlashni so'ragan eding. Baloyu ofatlardan saqladim. Duoyini mustajob etdim. Yana ba'zi ishlarda ba'zan yana duo qilding, ofat balolardan saqlagin deb. Unda saqlamadim. Mana o'sha saqlamaganimni oxiratda endi senga buni bir kutilmagan hadya qilib beryapman. Endi mana bu otash do'zaxdan seni saqlayman. Ey bandam, mendan g'am g'ussa ketishini so'ruvding. Men mustajob qilib dilingdagi g'amlarni xursandlikka almashtirdim. Yoki ba'zida so'rading, dilingni ochtirmadim. Duoyingni mustajob emas, oxiratga olib qo'yuvdim. Mana qara, endi jannatni ko'rib xursand bo'lasan. Ey banda, mendan duo, mol, dunyo so'ruvding. Beruvdim. Yana bir umring davomi yana so'rading, unda bermadim. Sal dunyoda qiynalding. Endi qara jannatdagi mol dunyoyingni, xazinangni qara. O'sha duoying mustajob bo'lganida jannatda olib qoluvdim. Ey bandam, xor bo'lmaslikni mendan so'ragan eding. Ba'zida saqladim xorlikdan. Ba'zida ustingdan kulishdi, ba'zida seni xorlashmoqchi ham bo'lishdi. Xor qilmaganingni, bu dunyoda xor qilmadiganingda uncha nima qilmadim-da, mana endi qara, seni xor bo'lganlarni, xor bo'lganini-yu, seni aziz bo'lganligingni. Mo'minlar o'sha duolarimiz birontasi ham o'sha dunyoda mustajob bo'lmasdan hammasi mana shu oxiratga olib qolinganida afzal bo'lar ekan degan nadomatga ham kelib qolishar ekan. Aziz do'stlar, o'ylamang. Namozda, ibodatda bo'laman, Allohdan so'rayman. Nimaga ba'zida qiynalaman? Nima qiyinchiliklar ko'raman? Nimaga musibat, g'am, tashvish boshimga ketma-ket keladi? Sizni Alloh yaxshi ko'rib, juda katta sinovlar o'tkazyapti. Baxtlik ham o'tib ketyapti, qiynalgan ham o'tyapti. Bu dunyo abadiy emas, o'tib ketamiz. Qachon uni Alloh biladi. Oxiratimiz xayrli bo'lsin. Qiyomatda hech kim bilan ishi bo'lmay, hammani o'zini dardi o'zini o'ylab turgan paytda, ota bolani, bola otani tanimay qolgan paytda ibodatlarimiz, duolarimiz, do'stimiz, bolamiz, hamrohimiz bo'lib, shu dunyodagi totgan hamma g'am tashvishlarimiz oxiratda xursand qilsin, ko'nglimizni ko'tarsin, shod qilsin. Bir jannatni o'zini ko'rganda butun chekkan mashaqqat, g'am, kulfat, ofatlar dildan chiqib ketib qoladi ko'rganni o'zida. Ana endi mana shu mustajob bo'lmay qolgan duoyingni o'rniga mustajob bo'lganda, sen buni bilmaysan. Ana shuni o'rniga bo'lgan bu mukofotlar deb hammamizga Alloh berib xursand qilishini nasib etsin inshaalloh robbil alamin.